Meryem, menim Busak Akim'in annasım. Men sizlerden makavatlarınızdan saralgan kichkitay baqitfim. Biroqda kichkitay bo'lsam da ulkan quvonch savoytinima senimdimim. Hozir anamdan qursog'imda zatıp ağır davuştu. Ko'ngli Meryem maqavattı sizi alamım. Akim nağız yer azamat bo'lsa da yuragidan o'te yumshoq ekanini bilib qo'ydim. O meni havaqalma sipab kichkitayim deb kiritgandan o'te baktı ko'zi yinamam. Au anam men kunduz tuni surishamiz. Aytmoqchisi mening nemisi qashiganimda hech kim kapta anam da bilmaydi. Sizlar men tezlik ko'rishgim kelib yurgandan hozir qopiyani olsam, biroq men jinniga kelganda barimiz kelimet ko'ngilmen o'ylaymiz deb va'da beringizlar. Va'dami sarayda sendim. Salim men Busak kızımız.